Assalamu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, Yoan TV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Rangdor sahiflarimiz orqali hayotingizga yangi ma'nolarni ato qila olsak, o'zimizni to'liq xushal va baxtli his qilamiz. Men sizlarning sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'ur. Biz kanalimiz yo'l qo'yilgandan boshlab har sohadagi yangilik yaratquchilarni va izlanguchilarni izchil ziyorat qilib keldik. Hem özünün addi iş o'rinlarida addi bo'lmagan natijani yaratayotgan, boshqalarga tayinib qolmay o'z kuchi bilan yashayotganlarni ziyorat qilib keldik. Bugun biz ayni vaqtda vatanimizda o'zgacha rasm sizish uslubi bilan Uyg'urlarning yoqtirishiga va muayyanlashtirishga erishgan. Bugungi kunda Norvegiya xalqi tarafidan sirliq rassom deb nom olgan Akramjon Emin apandimni alayda suhbatimizga taklif qildik. Assalamu alaykum Akramjon apandi, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Assalamu alaykum. Uyg'ur tuqqanlar, hammanglarga alayhi salom. Va alaykum assalom. Akram apandim, bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib, suhbatimiz qatnashganligingizdan to'liq xursandmiz. Biz ziyoratni boshlashdan burun Akram apandim sizga rasmlarni ko'pchilikning huzuriga sunamiz. Rasmdan ko'rib bo'lgandan keyin andin ular to'g'riliq so'zlasak, texmo aniq va tushunishli bo'ldi deb o'ylaymiz. Qani ekran marhamat. Akram apandi, yuqorqi rasmlardan ko'rishimizcha, sizning tosh va ko'taklarga sizga rasmlaringiz alayda bir xil gavdalik, bir xil sehrlik tuyg'u berdi odamga. Nima uchun shular rasm chizishni tanlab qoldingiz? Men burun vatanda qapoqlarga rasm chizdim. Norvegiyaga kelgandan keyin bu yerda qapoq yo'q. Endi yo'q bo'lgandan keyin bu rasmni yana chizish kerak. Shunga o'ylab mening tug'an shaharda bu toshlar bek chiroyli bu yerda. Shunday bo'lganda lekin toshga sizib baqdimda, kichik toshga. Burun toshga sizmaganman, burun shu qapoq va tunligan vatanda. Endi toshga sizib kichik toshlarni mening planimda bu tog'ning orasida bir cho'ngroq toshga rasm chizay deb shu plan bor edi. Biroq o toshni nechilikcha chizolmadim. Bu demakchi o'g'ini bu bir ishni qilmoqchi bo'lsa, qilgan vaqtda hisoblab o'yladim. Shuning faqatlash nechilig'icha qulam bormidi o toshga. Bir kuni ilhom kaplam shu cho'ng toshga chizishni boshladim. Endi keyin uyga kirganda uyga kichik toshlarni olmay ba'zi vaqtida yog'och, ko'tak degan shu materiallarni evilib uyda chizima. Chunki bu yerda qapoq o'lmagandan keyin qapoq yo'q bo'lsa, endi rasmchi bo'g'ini bo'lmamdi deb o'zimga savol qo'ydim. Qapoqni akilamadim. Endi qapoq yo'q bo'lgandan keyin ko'takka toshlar chizib, oldingi yillari mening shu cho'ng tosh chizgan rasmlarim shu Norvegiya xalqiga yaxshi baho berdi menga. Gazetlarni tunishtirib, oldida spek chiroyli chizgan mushuklarim deyman. Har xil hayvonotlarni shu chiroyli bir tog'ning orasida har qanday odamlar berib shu chiroyli yerlarda yuguraydi, chiniqidi, bolalar degan ashaq o'ynaydigan bir chiroyli bir yerninki shu o'stan bo'yida bir chiroyli tashlayapti, cho'ng toshlarga. Shu toshlarni ko'rib, qaqlar voy bu toshni kim sizdi, bu qanday odam sizdi, qanday rasm sizdi deb gezi orqali meni izlab topdi. Shunday bo'lganda yana bir qitim geziga alayda meni tunishtirdi. Tunishtirgan vaqtida meningki shu vatandan sizgan qapoq rasmlarini ko'rib bular. Sen buni vatanda qapoq va tunibsan deb bular endi shu vaqtdan boshlab meni sirliq
Ressam. Künstler deydi bular. Künstler kense artist deydi İngilizce endi, resimçi endi. Endi resimçini men resimçi deymiz endi bizni endi men üniversiteci dep tunuşturmay haklayıkça ballaga. Çünkü endi men sel inçirek sizimen. Taştaki resmim endi haklam sızgan. Resimden sızgan ballar cıklap ketdi. Belki yaksızdı. Kapakını mı işleyen ballacık. Resimni yaxşırak sızdan endi maybiyakçılar. Biz faqatla üniversitede yo'qan ki bunun bir tələbi sel yuqarı bo'ladi, onun o'ziga tushliq. Mush toshlarni, yog'ochlarni men shu uyga kirib, uydimi siziman, shu faqatla shu inchik sizimanda. Undan keyin shu cho'ng toshqimni sizg'aqtimda, o'zimning usuli bilan bir xil inchik sizdim. Endi bular endi diqqatni qo'zg'animi shu rasmning birsi inchiligi, ham birsi usuli yangida bu. Şunu alğan gece qadamlarımı yaxşı baha verdi. Giyizxanның muhbirliği kelgendimi, meningki aşı vatanda sizgan qapaqlarımni ko'rib, senin kulağına hem resimki bardı ki, şunu seninki şu sırlıq resimçi dep aşı isimni qo'ydim anga. Şuna baganda meningki siz usulum faqatla murakkab yeri şu inchik. Usul yani o'xshamaydi. Men aşı taşqı sızgandım o eri xavatda aşı soğumda çıktım çüp kettim. Çüp ketkenime yaxşı oldu çünkü çüp ketkendan keyin o pastraplarni sudan chiqmay turib pastraplarni inchiksiz oldim da. Shunga onunki cho'ng kichik taşlar emas, aşı mushukning taşlarini kichiklari olsa, mishanki xalqlari aşı talishib aldanib ketdi. Aşı mushuk sızgan taşlarni kichikni boshqa talishib setib oldi da. Aldı da ben bir kichik taşlar mushukni sizib baxdım da. Özümning usul bilan sizdim. Xalqlar jiq ballar rasmni bek yaxsizdi hozir degan. Her resimchilar var. Men özümning usul bilan mushukni sizsamlar mishaniki xalqlari aşı bir yerlarga apirib ko'rgazma emas, ya sotaman deb apamayman. Faqat bir so'ringa apirib ko'zdan apasam, setib bersam dedi. Mushukni bek talishib ketdi. Yani özümün artışını bağansır bilip aldım. Benim bu şu usulum doğruken de şuna bakanda ben o müşkne yani başka hayvanatlarını mı şu müşkne sızgan usul ve başka hayvanatlarını başına sızdım. Sızsam okşaşlam tesiri okşaşlı oldu. Müş tapkan yolum doğru oldu neticini yaptı özümden. Resimlerde abim köygende pingvin bakken Cərəmi aylıqı taşlı sütümdə yanında yatqan cərəmi o. Aşan sizibsiz şunda yaxşı çıxırıbsiz ədə. Əmdi Pengivinin resmi endi yaqini sızgan ona. O aldan qızları sızgan emas ki. O resimni men o yani şu müşkün desek oldu. Aldan qızları jilga qırsa bizim müşada resim qanda yani bir resimsiz ko'rgazma o'qaqda o resimchi sizning rasmlaringni birga qo'shib turib, mesela ko'rgazma qilsak deganda, men dedim sen qo'shsang bo'ladi, hozir sening ko'rgazmang, mayli menigini qo'yib qo'ysang desam, apirib qo'yib qo'ydi. Mening bak jalb qildi odamlarni. Shuna bo'lgandan keyin shu vaqtida o yana bir rasmchining rasmini ko'gini kelgan odamlar mening rasmimni talashdi. Men mushukni sotamsa, men bir situatsiya, men bir yaxshi ko'rib qoldim dedi. Ondan keyin yana bir skep ma mushukni aldım yana borma. Pingirsiz bersan oldu deb hozirgi pingirsi shular men besiliq bo'lganda besildigina menda yo'qdi pingir. Shuning anda ma'qul deb shu yana inchik usul bilan yana pingirni sizib chiqdim-da. Bu gapcha hozir ramninki ichida bir pingir var. Onu men bermayman dedim. Chunki bu ramning ichidagi pingirni men shu yangidan kelgan vaqtimda shu Norvegiyaga Kızımdan to'lgan kuniga qizim sizib bergan rasmi. Uni hech kim bermadi men. O'zim sizib qo'yman. Alayda ahmiyatlik bor ekanda uning. Bu gapda sizningki hozirgi kelguchilik asarlaringiz qancha qitim ko'rgazmalarga qatnashtirdingiz, ham musiqalar qo'yilgan asarlaringiz bormi? Har as bir narsa deyishni unutib qolibman qarang. Siz shu taşlarga bir narsa rasm sizgan vaqtingizdagi, ashta men ko'rgandan keyin bunda o'ylagandim. Biz bu chet-el chiqqandan keyin ashtaq ommaviy aslahalarga bir narsa sizdigan, boshqalarga xo'shallik berdigan, tog'larga chiqib qor yaqqan kunlari hayvonlarga doncha ichib berdigan yoki it mushuklar u yasab berdigan odamdan ko'rganimda
Muşaq qanda bir isil, sapdil insanlardı, hə, təbiətini güzelləşdirdiğən, başqa hayvanlarga muştaq mehribanlıq yetkizdiğən, bizning qo'limizdan kelsa ham muştaq qilsam, hamda bizning sharoitimizda masalan kaptalay, qushqashaq dajich berimizga undaq dalalarga chiqib undaq qilish imkoniyatimiz yo'q. Uni keyin muştaq ko'chalarni bir xil go'zal qilib, boshqalarga xo'shalik ato qilish imkoniyatlarimiz ham qilsaq bularga qilmadik-da hamda. Şu bir xil nima uchun qilmaymiz deb o'zim savol qo'yatdim. Shu bilan qarsam siz shu Norvegiyada eriq bo'yidagi toshlarga, bog'chalardagi yo'g'on toshlarga ashtaq rasmlarni sizg'iningizni anglagandan keyin, ko'rgandan keyin, ha bizning Uyg'urdimi buna bir inson chiqib dunyoning bir yerida tabiatni go'zallashtirish, boshqalarga zo'q berish uchun o'zining to'kisini qo'shib yetibdi deb men siz orqali o'zim tasalli etib oldim. Ben o Norvegiyaga kelganchida men bir og'riq kelgan bu yerga. Onundan keyin o'zim davomli uyda davolag'ach doktor endi chiniqsang yaxshi ketadi degandek chiniqdim, biroq men qo'lim to'xtab qolmadi. Shu bir yildan keyin men bizning o televiziyadan kursi ichildi-ku. İchilgandan keyin bir yoqdan televiziyama kechda qaytib kelman. Kechda vaqtda rasmxon yo'qda, ayrim Rəsmxon bo'lmagandan keyin uydagilar uxlab bo'lgandan keyin o'zim jimjilikda o'zim sizim rasmni ashna qilib men vatandan bu yerga rasmga chiqmagan. Ko'rgazma qatnashmoqchi bo'lsam rasmim yo'q. Noldan boshlab boshqadan inchik sizib rasmlarni hozirgi mushu turayotgan rasmlar hammasi mishat chizganda shu vaqtda bir parcha rasmni bir oy sizma yo 2 oy sizma ba'zanlarni 10 kun sizma ashna qilib Norvegiyaga kelgan yılınki 3. yılı ben özüm şahsi ko'rgazmadan arka-arkadan bir 3 xitim qilib bu yerda. Ta'sir bek yaxshi ketdi. Onundan keyin bizim Norvegiyadagi boshqa bir shaharlarda bizni taklif qildi. Bizningki dangliq rasmchi, bizmi burun vatan xalqi taniydiq. Marvoyat xonim va Nijat ular maybiyoq rasmsizdi. Shuni uchimizni taklif qildi. O rasm ko'rgazmasiga rasmlarimizni apadik. Uyg'urlarning madaniyatini tunishtirg'achchi. Shuna olganda dag'dug'i bo'ldi, ta'siri bek yaxshi bo'ldi. Xalqlar yaxshi bahoni berdi. Menda yana cho'ng umid bo'ldi-da shunga. Qaytib kelib, yana o'zim sirtda, mishaning bir bog'chilarda chiqib bekab qolsam, sizima chiqima. Chunki biz sizga rasmlarni xalqlar qabul qilmasa, biz sizga bekavlida. Ularning qandaranglik amroq. Bizning urf-odatni yaxshi ko'ramdi ko'mamda. Men mushu urf-odatni mushna sizib kelsam, bizning Uyg'urlarning madaniyati mushu Norvegiyada yo'ramdi deb biz sinoq yo'lda mangib baqdim. Mening sizayotganim shu urf-odat. Urf-odatningki rasmning ichida o'zimning ijodiyatim bor. Siz usul o'xshamaydi. Maybiyoq sizmayman. Faqatla subiyoq, uningdagi ishlatilgan materiallarim bor. O o'xshamaydigan materiallarni qo'shib ishlataman. Şu orqali bu madaniyatni, bizning Uyg'ur madaniyatini yo'ritaman deb har xil o'zimning materiallar, o'zimning qo'l usulim bilan sizib, mush Norvegiya xalqiga men bildirdim. Bizning shaharda dag'dug'i bo'ldi. Mishqib Norvegiyada bak yaxshi ta'sir bo'ldi. Bizning madaniyatni bag'ansir tunib bularmi. Yo'rib degandek. Gezib chiqqandan keyin dag'dug'i bo'lgandan keyin bu rasm jamiyatlarga meni qabul qilib, lekin hukumatdan menga rasmxonnimi alayda berdi. Bu rasmxonga endi hozir shu turayotgan ishxonangiz shu hukumat tarafdan berilgan rasmxonami u? Hukumat tarafdan. Buni endi 1-2 yilgacha bular tekshiraydi ekan. Burun Akramninki vatanda ko'rgazim qilganmi? Qilganlari rasma, bu diplom rasma, mukofot olgan mukofot rasma deb bularchi go'shan deb qo'yamiz. Bular endi har xil amallar va bular 1-2 yilgacha tekshiraydi ekan-ku. Hammasi aniq bo'lgandan keyin miyadagi natijami aniq bo'lg'achqa, aniki sen haqiqiy rasmchi ekansan. Shuning sening sizish usuling o'xshamag'achqa sen sirliq rasmchi ekansan deb meni mushu dangliq rasmchi 18 rasmchining orasida meni qo'shganda 19 mushlarning orasiga qo'shib bular birga ishlayapti. Bakda yaxshi. Unda yaxshi, unda faxrlik. Endi musiqalar kirgan rasmlaringiz bormi? Ben bu rasmxonga kirgani endi 1 yil bo'lmadi-ku, oldingi yil oxirlari kirdim endi. Shuna bo'lsa-mu endi ko'rgazma oldimga kelib qoldi.
Yaqında men söykü dep qo'yim, söykü deganimiz aşı internet orqali rasmlarimizda shu nurg'un ko'rgazmalar bizning taklif qilganda mening qatnash, uning qatnash. Chunki men o'shani a'zosi rasm jamiyatniki. Shuna olgandan nurg'un rasmlarni avatsam, mau bizning o'sha shaharningki ijroq yerda emas, bir dongliq bir burunqi zamonda ikkinchi dunyo so'qishida bir artist ayol var ki, Amerika Hollywood'unki artisti demde o çıkıp pulu bekçikke bu ayol bir muzeum saptı ki o muzeumga ande kendisi özün heykilini mi aldı özün heykili var. Bunun muzeumның içinde dağlık resimcilerin resmi koyuldu iken de andaki setildi iken bir yerde. Valla ne bekarlıkka resim ögütüdükçe, oynaydıkça, fotoğraf ögütüdükçe, sanat, müşü arlıqtıkça, hemmisi arasında, vallahi üçün, açtan salıdıkça, özünün pulunu müşeye tüküptü, andan bu resimxanda, anda çıkıp, umdarak resimler isildikken de, ben tulu barma, çünkü kızım, müşeyedini ornaştırıp, aşağıya resim ögütüde olağıcı. Yani fotoğraf ögütüde her xil kasblarni ögütüden bo'lgandan keyin biz ata-onalar tuli borimiz. Shu xomir deb qo'ydi ismini. Shuni qarab, men oldida borgandim, qarab qanday odamning rasmchi bu yerga esildan qanday odamning rasmini misha osmini bo'ladi deb rasmlarni qarab boqsam, bak yaxshizigan rasmlarga u Yaponning rasmlarini ko'rdim, shu Avropanikini ko'rdim, Osiyonikini endi chiqib ko'rmadim, shunavosimi har xil rasmlar esilyotdi. Biz yıl endi şu 5. ay etrafında benim resmim aşağıda neçe min paç resimlerini tanlap bular. Endi bir 60 paç resim dedim ama şunda resmin arası beni tanlap kaldı. Bu resmi Uygur meşrep. Şuna bakanda menimki özümningki sizish usulum ben sızgan Uygur meşrep. Ben maybiyak sızmayman dedim ama mening usulum ne aldırmay tunuşturup koyamam. Bulağa alaydı bölündü. Endi resimni apırıp bəsəkli bulmaydı ki, bula endi sual keldi aqaqadı manga. Muş 7. ayının 3'ü muşu körgazmi ecilido, sen kelisen, sen sözleysen, azıma suallara cevap versen dedi. Uygur degen neyim o? Meşrep degen neyim o? Endi ki Uygur ne? Endi ola bildi azı Uygurlarını bu Norge'de bek bildi anıp getdi o. Uygur degen mışta özem Uygur. Meşrep degen meyede meyegiçi dep endi bilmegen yerimde öydikiler internet arkalık izledi. Meşrepnin her xil doğulan meşrep deyimiz bekçik meşrep var. Mening o meşrep sızgan resmimdeki meşrep o doğulan meşrep emas. Şuna olgan ki onu izlep tepip anikin bizningki özemninki bek hürmetli var bir adımız var. Şu adımız arkalık meşrepni yani bekerek düşünüp ularga cevabını qaytardım. Şuna bolganda bu muzeum bir şey kirip bana bir hoş haber kirip uzak olmaydan bir parça resim muzeumga kirip oldu da mana 7. ayning 3'ü içildi. Bu demek çoğunum Norvegiya kichik boldan cho'ng odamgacha ma'lum deymiz har qanday odam rasmsizlikka berdi. Rasmga amroqqa rasmni bek yaxshiz ekan. Bu yerda endi bir rasmchi bo'lmoqning tasliga yana birsi bir ko'rgazma qatnashman desa bir ko'rgazma necha ming rasmlarni endi so'k qildikanmizda uning ichida bir necha parcha rasm tanlandi ekan. Shuningga bu muzeum kirmak bek tas. Men go endi Ahmet Boyga kirib bilan uzun yil bir yil bo'lmaylar men bir parcha rasm muzeumga kirdi. Hey sizde Ahmet yo'qkan, talant borki abayt yaqi gaplaringiz shunda diqqat qilib anlasam ne chiqitib dedingiz. Sizning rasmingizga rang tangshashning o'zgiligi ya may boyaq emas, suv boyaq bo'lgan taqdirdimi o'zgacha rang tangshayma, bir xil alaylik yaratma, sizish uslubim o'zgacha degan narsani jiq sharhladingiz. Shu sizdagi shu o'zgachiliklar garchi Norvegiya xalqi shu qadar asosan umumyuzlik rasm sizishga usta yoki qiziqadigan bir millat yoki bir xalq bo'lsa-mu, sizning mush o'zgachiligingiz alayli gavdlanib chiqqanda bu sizdagi omad emas, bu sizdagi talant. To'g'ri deysiz, endi bizlik ballarıma rasm o'rganman desa, men endi rasmni menda o'rganmay Çıqıraq ko'rgazmaga berib rasm ko'ranglar dedim. Menmi burundan başlap hozirgacha jiq rasmni ko'raman. Vatanda mening manga Turdi Emin deb cho'ng rasmchi bor.
o adamı maybaq sızmaydı. Şuna bo'lganda o adamның rasmi menga bek ta'sir qilgan. Qapaqningki ta'siri o'zimiz shu bilib turib shu vaqtlarda sizib ketgan-ku. Qapaqning ta'siri Qozog'istonniki Hashim Kamning ta'siri bo'ladi bizga. Biroq burun Hashim Kamni tunmagan vaqtimda qapaq men vatanda ta'sirli bo'lgan endi. O adamningki o'zgacha. Hamma rasmchilar o'zgacha sizdi-ku. Shuna bo'lganda endi sizning o'zingiz xos uslubingiz bor-da. Men o yaxshi maktabni bitirib shu hunar san'at o'rgangandan keyin mening tanlash yo'lim faqatla shu nim bo'ladi deganda ko'rgazmaga chiqib berish. Shu rasmxonlarga chiqib berish. Berib andan keyin rasmni chiqib ko'rgandan keyin haqlar siz bo'lgan yo'lni, haqlar menga yo'lni, men amalla ularning yo'lini mangmay debchi açık resim kökenindeki mağmayan yol bir yerden çıkıyor. Şu yolunu izleş gerekte. İzleyenliğin ki ma yolunu hıhlatık mağmayan yol ki ben mağay dep ben bundan mağadım ben. Hazır şu yenilik yartıma diye adam şu köp küztüş gerek. Yenilik yartıdığı adamın ki asas neymiş şu küztüş, bayqaş, köp körüş. Aşağıda çıkıyor o yenilik. Ekran aldaki aziz görürmenler Ötkəndə akademikninki Əkrəm əpəndim bilən təfsili söhbət ötküzdü. Şununda rəsm siziş cəryanları, vətəndəki cəryanlar deyəndək təfsili söhbət oldu. Bugün biz şu qıtım söhbətdə deyilməyən başqa bir nöqtələr haqqında toxtalıvatdımız. Şu söhbətin ən axırda Əkrəm əpəndimdən yaşlardan kütülən qandaq tələbiniz var degan vaqtda biz yaşlardan bir nəsə kütməyimiz, amma yaşlardan biz ügündüğün tərəflərcə, hazır yaşlar bək ilğarlaşıb getdi, tirişçən bo'lib getdi, degan bilan söhbətni ayaqlaşdırdı. Şu gəp mənə bək təsir qılğan. Bugün əmni özünü sorab baxay. Şu gəpni deyişinizdəki səbəb neymi? Səbəb mən o Norge Kaplan mən burun ballabə bək aralışdım. Endi bizim məhəllədə endi bizim yeşimişlik adamlarım azke hesap yaş ballar olgan ki yaş ballar ben ağlayıp gittim, dosup gittim. O ballarını demek çoğundan bu taze atansın yine de erkeklerden vakti değil mi ne? Balları olsun, toyları olsun, ataları kıpırdı, balları olsun, ataları bekipirdi. Başına biz erkekler çoğun var. Bu ballara bizim boptu dep kaldım. Bırak bizimle fakat özleri bizim yok teklamaşı. Günde tırçallık ve ügünüş kılıdı. İşleydi, tili günüdü, balının dadısı oldu, balının apısı oldu, şunda çoğun öyünün işi, hem işini ögədini aptırıp mı, yana vakit çıkırıp, bana yardım kığallarını çıkıp verip, ben oylap baksam, biz yaş balların ügün ayarımız çıkıyan ap kaldım. Bunların kıvatka işleri pek isil. Özleri aşı kaynap durup, her xil özünün kəsbini yaşıqıb gitip bardı da, benim bu etrafdaki balları görüp, özüm təsirləb, Mesela ballağı biz tolu terbiye verimiz var. Ballağı terbiye verişine aldı da özümüzün ahvalı qarab terbiye versek oldu. Ballağı terbiye vermeye aldı da özümüz terbiye versek oldu. Çünkü ballağı da çıkıştı günah yok, günah özümüzde. Özümüz mesela ballağı degen kesipte pek kıyınçılık var. Küçük ballağı olsa derste fukamaydan yerlerine atanız yardım kılış gerek bu yerden. Hem neyede okşaş. Özümüzdeki ahvalı yaxşı olmagan bolsa, sal yaşlardan doğrab tirişçanlıq bə biz ügünüp durup ballağı yıkılışıp alsaq dep oylayman. Cıq ballarımız şundaq ki, men mu deyman ballağa oxşaş bizim işçilimizden qaynap, itilip çıkıp her qanday kasbni qilib chiqsaq o kasb pek yaxşı oldu ekan. Bu demek çoğunum yani bir başqa şeydimi? Sıvarıqçılık sıvarıqçılık tunuydu, biliydi endi mayadım o Norveççe sıvarıqı deydi ekan sıvarıqçılıkni. O bir hüner sanat kirdi o mu bir kısmı hoca. Başı yaş ballarımı öyge çağırgan ben bir şeyge bassam hizmetini bek yaxşı işligəşke yani biz kolu hüner oğaşqa sıvarıqçılık. Başqa şeyde maşayge talışıp hep ketken Uygur ballarımına. Sürüşüp gelsek sıvarıqçılık, benim tağamız sıvarıqçısı. Bu sıvarıqçılıkta şu vatanlar musabık oldu. Sap Uygur ballar birincilik ap kildan. Ma balma vatanda nurgun natija yaratып şu başqa bir şeyde işladı da. Parklarda sıvarıqçılık qilib, men özünki yasıgan pichaqlarını özü iştin şunda aldıraşda yana azraq vaqt olsa şu hüner sanatlarını sıvarıq arqılıq chiqirib atadi. Şuna bo'lganda şu özün içinde itilip çıkmak için her qanday kesib
chiqib yaxshi bo'lmaydi da. Shuning uchun biz endi yoshlarniki o'sha jiqballarni ko'rib endi menga yaxshi ta'sir bo'ldi. Yosh masala emasga bu tirishchanlik kelgan uchun. Yosh bolalarda bak umid bor. Endi cho'nglar endi bizning vaqtimiz jiqroq bo'lsa, amal bo'lsa bizmi endi hamma ig'irlikni yoshlarga atib qo'ymay endi bizmi tirishib baqsak bo'ladi ekan mana. Tirishib olsak bizim shu Uyg'ur madaniyatini men yo'ritdim desam, yo'ritdim hozir. Burundan boshlab 20 yildan eshib ketdim shu urf-odat, Uyg'ur urf-odatini burun boshqa bir davlatni ko'rgazim qilib, o'sha yerda yo'ritganman. Avurs yo'ritdim yadim. Uyg'ur degan qanday millat? Sizlarning burungi zamonda nima ahvollar bo'lgan, shu tarixlarda, masalan, shu go'zal san'at, hunar san'at ve tarixte nime shu millat chiqib bu dunyoda. Hammasi o'zinki yangilikni va burunqi bo'lgan ahvollarni deyish kerak. Endi meningki demoqchi bo'lganim men yoshlarni o'rganib turman, biroq yana ozroq bir so'zlab qo'ymanda bizning Uyg'urlarning madaniyati kelganda bakli isil madaniyatimiz borda. Aktarıp bulamaydan medeniyetine aldığın kıtım yeni bir programda bizim Marvayet çoğun resimci, Maybiyat resimci o ayalımı sözler çıktı. Bu tarihlarını tarihçiler sözlüğe bek yaxşı oldu ki sizin programda mı vallahi bek yaxşı sözlerdi da şu aşılarını yani başkadan anlayıp çıksak mı buldu. Endi menden tarihini bilginim be yaxşı sözleyemeyim. Tarihini tarihçiler sözlese ben fakat şu özemnin şu kapakka taşqa, kötek, sızğa resimlerimni sözlesem buludu. Gaplarınızı anlap turib şunda jiq narsani o'ylab ketdim. Qarang, demisimi hozir yoshlar bilan men shu suhbat jarayonida nurg'ulg'an suhbat qilman deb boshqalarni suhbat chiqarish uchun va yoki fikr almashtirish jarayonida nurg'ulg'an yoshlarni tanıdim-da. Ulardagi o'zgacha tafakkur bir narsaning shaklini emas, mohiyatini ko'rishi meni haqiqatan qoyil qildi va shunda umidlandim. Muş kanalını içip ve en çok erişken bir hasılatım nimo degan vaqtida yoshlardan ümitlenish bo'ldi-chu. Bir narsaning tafakkur qilishlari o'zgacha, onun keyinden shakliga emas, mohiyatga qaraydi. Bularda ashuna bir tirishchanlik bor, abiyam siz degandek, masalan biz vatanda bir egilik tiklisak yoki bir ish qilsak, hattoki bir uy setib olsakmi, Uyğu çoğun gapqa, hem de kiçik bir narsa setib olsakmı, ata-onamizning yardımıga tayinimiz, yardımdan set ularning maslahatini alamiz, urug'-tuqqanlar maslahatlashib, chiqib har ishimizda qayrindishimiz, urug'-tuqqan ata-onamiz bilan maslahat, yordam ham tarafdan moddiy, ma'naviy jihatdan tayinimiz ularga. Ondan bir ishlar qaror qilamisak, shularda maslahat alamiz. Ama yoshlar mana bir avlod bir şey chiqib turib qolgan yoshlar ham ishga o'zlari qaror beryotidi, tirishyotidi, aileni beqiyotidi, o'zining to'y ishini o'zi qilyotidi, farzandlarini yaxshi tarbiyalayotidi, ish qilib ashunchalik tirishmay turib, ma chet elda putirab turg'ul bo'lmaydi. Uningdan sirt yana o'zimizningki madaniyatimizga, tilimizga zo'r ahamiyat beryotidi. Medeniyetlerimiz şunda yaxşı görüp, mesela bizim medeniyetlerimiz aks etilgan kiyimlerini dünyanın nerede bolsa tepip saldırıp kiyip, et bayramlarda şunu gavdalandırıp, ailesini şu Uyg'ur an'anasi bo'yicha bezashga, hech bo'lmasa uyning bir yerda bir rasm yoki bir atlas yoki bir har qanday uyda birdan do'ppi bog'u, ashunda qilib zodi mushu Uyg'urlikni gavdalantirishga, madaniyatlarimizga varislik qilishga tirishib, mushu madaniyatimizga chin yepishib yashayotidi. Mushuni yoshlar qila olyotidi. Shunlar men bek qoyil bo'ldim yoshlardagi bu xil xususiyatlarga. Hem bolalarni ashta yaxshi tarbiyalayotidi. Sizning deganingizdek yoshlarda umid jiq, biz o'rgangan taraflar jiq. To'g'ri, u bolalarda ümit çoğunga endi men bir parça resmim bardi. Men yosh og'aylarim chiqmaydi. Yosh bolalar bek yaqin o'tdim men. O'zimga yaxshiga, kasbimga bek yaxshi. To'la bolalardan fikr so'rayman, o'zim chaqirib kelib fikr so'rayman. Aldirab bularning fikr bermaydi-ku. Shunda bo'lsa, bir qitim men rasm siz bulamdim-da, bir parça rasm faqat menga yaramadi-da. Bir rang kamdaklam. Endi qizim berma endi söhbetlashima. Kızım ben ne var birle çıkıp birle oynayıp başı birle kayıtıp gelip bir günümüş kızım kapımızsınızmış resmim gibi bir tal renk kalmış asmanlar rengini bir fakat veremadım ben bir yardım kılana alsam
kızım keplam nima qildi desangiz, rangni o'zi tanishaplar bir necha rangni to'piga mishta urvatdi, yani pastga yana necha rangni urvatdi, bir siziq tatdi. Bo'ldi da dedi, chiqatdi, ani qarab baqsam, bakli va chiqatdi-da bu rasm. Şunun demek çoğundan ularda bağ isillik bizde yok endi. Təsəvvürü baydan yaşlar, hazır təsəvvürü bay bula. Özgüçülük, yenilik yaratış. To'g'ri. Keşke yaşlarga bilsin bermey, keşke yaşlarga degan anda mansanlar oldu, bunda qilsanlar bo'ldi deb biz hamini bildingdek yaqinmay. Tang do'st bo'lib turib, bizning kichik bo'lsa, örf odatda yoshlar cho'nglarni hurmatlaydi, undan gap yo'q bolalarda. Endi ma kesib kelganda cho'qim do'st bo'lish kerak. Ular bilganini biz bilmaymiz. Endi puxtuluq kelganda biz cho'nglar sal puxta. Yoshlar yenilik kelganda yoshlarda pek cho'ng umid bor. Abayda siz degandek do'ppi dedingiz, kiyimi kechak dedingiz. Bizning bu yerda kiyimi tikidan va kiyimini loyihalaydigan odamlar bor. Mushu kelgan do'ppamni oldan qitim inim Turkiyadan keldi. Uning oldidimi siz degandek yetlarda shu ko'ylaklarni kiyish kerak. Men bu yerda qo'shog'a yerim, shu Norvegiyada xalqlar har qanday yet bayramlarda, har qanday bayramlarda-chi o'zinki kiyimlarini kiyib chiqadi bular. Davlat bayrami. An'anaviy kiyimini kiyganda. Bularning yet ulamda o'zining kiyimini kiyib chiqadi. Men bularning davlat bayramida, bularningki har qanday bayramda men o'zimning do'ppisini kiyib chiqaman, o'zimning ko'ylagimni kiyib chiqaman. Jiq ijodiyatlarni shu yoshlarga paranjtur topqin oldi. Bu ijodiyat degan bu mukammal bir narsa bo'lmi? Tiqilib oldi-ki bir bo'lon pichoqlargacha. Bu o'tirib uydan hech narsa chiqmaydi bu ijodiyat. Yangilikmi chiqmaydi. Meningki shaxsiy fikrim, cho'ng olamda, yoshlar olamda o'zimning natijani manga yo'lim qarab baqsam, birisi do'stni cho'qim o'zi ko'ngil tatgan do'stlarni jiqroq tutish kerak. Yosh bolalar bilan jiqroq aralashish kerak. Sirtqa jiqroq chiqish kerak. O'zim uchiq bo'lish kerak mijozlaricha. Muzikani maravurs yaxshi anglash kerak. Ashna bo'lganda har qanday kasb jonliq, ruhliq chiqadi ekan. Men ashna mening kasbim hozirgi ahvolimda sizayotgan bo'lamda ishlayotgan kasblarim hozir birsini chiroyli chiqib bordi. Birsini yaxshi. Chunki men kunda degidek mijozimni tangshash uchun atdigina shu bir soatgacha kofe ichib, muzika anglab, o'zimni xush qilib, endiki rasmxon kelib, bolalar bir soat paranj turib, ishimni boshlayman. Herkes o'zimga bisim qilib ishlamayman bu yerda. Bisim bo'lib qoldi, faqat rasmni chizmayman. Qachon bisim bo'lmaganda lekin ijodiyat ishlayman. Shuna bo'lganda mening hozir asarlarim birisi chiqsa, birisi hammasi maqtayotdi. Uyg'ur tuqqanlarim bakrak maqtayotdi. Ma yerliklarni yaxshi ko'rib qoldi. Meningki bulog'im singib qoldi bu rasmlarim. Biz qapoq desak, bularningki Norveççada kalabas deydi. Kalabas deganimiz qapoq degan gapkanda. Shundan keyin sirliq künsner, sirliq artist ashunga berib qoldi-ku. Mening qilayotganimni bular bilmaydi. Birisi kelib mendan ash qapog'ini do'rab sizib qo'y dedi. Sizsam bo'ldi men kim siz bo'laver dedim. Endi hozirgi do'rab meni o'xshash chiqardan ayati ham do'raya olamsan desam, ayatni o'qimayman dedi. Shu men kunda degidek usulim o'zgarmaydi, biroq yangilik ayat yana o'xshamaydi. Chunki men kunda mishdan xushalliqda sizman rasmni. Bu ijodiyat tugmaydigan ijodiyatga deb ashna qilib apmandim-ku. Yaxshi. Mushkipingizda men bir narsani yakko'ldigil bo'ladi. Demak, yangilik yaratish uchun kayfiyat eng muhim. Shundami? Kayfiyatni tangshash kerak. Tashqi muhit bilan jiq uchirish kerak, odamlar bilan jiq fikrlashish, paranglashish kerak. Eng muhimi atrofdan ham qabul qilish, ham berish. Yaxshi bo'lgan bir go'zal do'stlik munosabat hosil qilish, ham go'zal narsadan huzur olish, bilish. O'zini rohat inson amaliyot shunday narsani xohlaydi. Bizningki fitratimizda, ashi tuyg'umizda ashtaq narsalar bor. Shularni qondirish kerak odam o'zidagi go'zallik intilish, yaxshilikni suyish, hamkorlashish, qo'llash, madad berish degandek shu narsalarimiz ma'lumlikka nimaga erishgandan keyin endi bizdaylik ijodiyat shaklini bo'libmi sizga o'xshash ijodiyat bilan shug'ullanishda taxim kayfiyatini yaxshi deb qilish kerakda. Abay qizingizning gapidimi his qilib bo'ldi mana yoshlarda bayqash yangilikni yaratish kuchlik. Biz cho'nglarda tajriba deganimiz endi yillar sababidan to'planib qolgan. Onun sırt shu
bu özümüzün Uyghur medeniyetinden sırt, yani bizim yazıqçılık, şeiriyet, bu sahalarda mı şunda tirişiyotgan. Ha, ondan başqa yana şu kompüter sahasida torbat layihalash ve başqa fen texnika, tabiiy fan sahalarida mı yani tirişiyotgan, yetişiyotgan yoshlarimiz bor. Xudoyim buyursa mush holatda mansaq yoshlarimiz umid zo'r, millatimizning kelgusida umid zo'r. Mening bir ikki inog'inam borda, birisi Tursun deb bir boshqa shahar, yana birisi İbrahim deb yana bir boshqa shahar. Bular endi men og'in o'g'in bular shu xilopdi mening kasbimga chin ko'ngli ba yaxshi ko'rganda. Rasmimni setilib ular rasmimdan da ko'chirib sizmidi. Endi bu bakli amroq chin ko'ngli ba. Men vatanda bolalarga dars bergan, bolalarni tarbiyalayman deb akasim, bolalar chidamay sizmidi bu ishni qilmadi. Shuning hozirdan boshlab men yenimda birsi tarbiyamni qilmadim. Bolalar telefon orqali oyliklarcha mana internet orqali dars so'zlab bersangiz deganda men ma'lum bo'lib qolmagan dars so'zlamayman. Shu maybiyoqchi yaxshi ma'lumlar va bir ma'lumchilik qilib boqqan shular so'zlab bersa kichik bolalarga bak yaxshi so'zlaydi. Cho'ng'anda rasmni ravrsiz qaqda tang ishlasak bo'ladi deb. Endi inoqlarimiz endi videoni ichib qo'yib pat-pat gapni qarib turib, "Voy Akram aka, men qapoqni olib qo'ygandim, men mushta sizyapman" deb chiq. Aldida menga dars o'tib qo'ydim edi. Endi kirishganda men qarasam, sen qo'polsiz dedi, niki mendan so'raydi. Men dedim, "Bu qapoqni sizma? Qapoqqa rasm sizmisan, boshqa ishni qilsang bo'laver" desam, "Men sizib qo'y" degandim dedi. Men qanday chiqibdi degandan keyin men o'zimnikini deb berdim. Men onu yaxshi sizibdi deb maqtasam, endi yaxshi sizibman deb yaxshi ashlar sizaverdi. Men o'zimni ahvolim deb berdim. Men o'tirib bir ishni qilmoqchi bo'lsam, oldida qilib qilmanda rangni beribman. Berib bo'lgandan keyin ishni qilib turib, kamchiliklar chiqadi. Ortiqchilik chiqadi, kamchilik chiqadi, ash rasmnichi ishlab tursangiz, ash yangilik chiqadi. Ba'zanlar ishlayman deb ash planni qilib qo'yib, nurg'un planni qilib qo'yib 1-2 yilgacha, 3-4 yilgacha va umrvoyatgacha ishlamaydi bu ishni. Uningda ish qilmaydigan odamlar yana boshqacha bo'ldi ekan. Ichida qaynab ashi. Mana qildim deb, men dedim, "Abalaga" dedim endi. Mening ahvolim aşı mush ishni qilmasam rang berayman. Sizayotganimda ashning orasida kamchilik va ortiqchilik chiqdi. Ishni qilg'azir ashna chiqdi. Tunogimmi shu paranglashib men rasmimning ostidagi qizil rangda naqashlar menga faqat yoqmadi deb. "Voy Akramga qanday qilmoqchi" dedi. "O'chirayman" dedim. "Bak japoda sizg'antan" dedim. "To'g'ri, japo tatsan. Yani neçe ming qitim jafo tortgandan keyin mesela natijalar chiqdi deb o'chirdim. O'chirib yani boshqani sizdim. Men o baliq dedimda, "Mana natija qazilma desam, natija oson qo'lga kelmaydi." Ha. Oson kelmaydi. O bo'ladi deb ko'zimiz yumilib bo'ldi ekan deb o'tkazaversak, oxirisi bo'lmaydi. Bu mas'uliyatsizlikda o kasbga. Ota-bobamiz bizga bergan miroslarning ichidan yaxshi qarab boqsak, bizga bak esil miroslarni berdi. Puxta, yaxshi, dunyoga yarag'idek, dunyoga to'p qo'shqidek shunday jiq asarlarni bizga ba'zi bizning qo'limizda işte chala olib mansoq bo'lmaydi. Biz tiximi shu burungi asarlardan yaxshiroq bo'lish kerak, ashuna tirishib boqsak yaxshi. Tixim julalandirish kerak-da, ha. Tixim julalandirish kerak. To'g'ri, shu qilgan kasbga mas'ul bo'lish kerak, uni asliligidami go'zal qilish kerak. Bo'lmasa qilmaslik kerak uni. To'g'ri, qilganniki yaxshi. Hozir men shu bolalarga deyman, qilsanglar, yaxshi qilinglar, bo'lmasa qilmanglar, boshqa kasb qilinglar dedi. Bu kasbni men o'zimning kasbimni sizlarga majbur bo'lmayman. Men bu kasbni tuning qilmadim. Buni 20 yildan ishib ketdim ish qilayotgani. O'zim yo'l topdim endi. Qilmasanglar, men faqat deydiganim shu. Azroq bosh tayligidek bo'ladi chiqib. Endi keyin ish kirishib olgandan keyin u oson bo'lib ketadi. Oson bo'lsa-mu, chin ko'ngli ba haqiqiy vaqtni ajratib, yaxshi ko'rib turib, shu ishni qilsak, puxta qilsak, hamma bu hunar degan shu yo'raydi. To'g'ri. Qanchalik ajr qilsak, shunchalik erishimiz. To'g'ri. Ish qilayotgan ishga qanchalik ixlos qilsak, o shunchalik natija beradi. Ha, Akram apandi, yuqorida sizlar shunday yaxshi suhbatlashdik. Sizning o'zgacha rasm sizish uslubingiz bilan
bizning Uyg'ur madaniyati boshqacha bir shaklda Norvegiya xalqining oldida namoyon bo'libdi, ham julalantiribsiz. Demak, siz biz Uyg'urni tunishtirish uchun haqiqiy amgigingiz bilan, ijtihodingiz bilan, aqlingiz bilan, zehningiz bilan töhfa qo'shibsiz. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Yaxshi program ishlayapsizlar mana. Mush program orqali yana bir programda yangi cho'lponlar yana chiqdi. Shu umidimiz bor. Har kasbchi qo'lida baballar bakchiq sukunlarni. Shu üzülüb qalmagay, programımız ham üzülüb qalmagay, ham bizningki kasbchan yoshlarimiz va boshqa jihatlarda yangilik yaratayotganlar, tirishchanlar ham üzülüb qalmagay. Oxirida Akram apandim, sizning ijodiyatlaringizga mo'l utuq, tiningizga salomatlik, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Rahmat hammalarga. Mening ümidim oldimizda nurg'un cho'lponlar yana chiqdi. Har xil kasblarni shu cho'lponlarni ko'rish nasib qilar. Amin. Shunday qilib ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, bugungi suhbatimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qatimliq suhbatimiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.